Bu traktor bor-ku aka, 3 oyda ham yuradi, 2 oyda ham yuradi. Eng asosiysi bu ko'p yurmaydi, uzoqqa ham bormaydi. Chunki to'g'ri ishlamayapti. Qurilishda ham ko'pchilik mashina xato qilib qo'yadi. Uyi qurib oladi, keyin yo yaxlab o'tiradi, yo zaxlab o'tiradi. Biz sizga qurilishda ko'p foydali ma'lumotni beramiz, aka. Obuna bo'lib qo'ying, foydali ma'lumotlardan foydalanib yurasiz. Biz sizga hozir mana bunaqa matlarimizni taklif qilamiz, aka. Bu matlarimiz haqida ko'pchilikda ma'lumot yo'q shekilli. Chunki bilmaydi. Aka, bu matni ham sizga, ham ustakamga foydasi bor. Ustakam to'g'ridan-to'g'ri shunday matlarni yoyarlar, ustidan shinakana g'ir aylantirib boradilar. Bitta sechka qilib ishlar bitadi. Haqni skoba qil, sim tasha, yana boshlar ora o'tmaydi. Sizga qanaqa foydasi bo'lyapti aka? Pastiga zax chiqmagandan keyin bu faqat tepa uyingiz isitadi. Pulingiz bekordan bekor ko'chaga chiqib ketmaydi aka. Hozir yoz, qish esidan chiqib ketib qoldimi aka? Zaxlab qoladi-ku. Shuni esdan chiqarib qo'ydingiz. Biroz srochda shu narsani hozir qilmasangiz kech bo'lib qoladi. Eng asosiysi sizni issiq sovug'ingizni o'ylagandan yomon gumonda bo'lmang. Videoga bitta like bosib, mana shu videoni issiq sovuq o'ylaydigan do'stlaringizga tashlab qo'ying. Aka, bizdan kuzatishni davom eting. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum.